bize umdadan ham oshib ketganimiz uchun men mashq qishloqni va nihoyat portlataman. Çünkü ben yozum. Koş. Koş. Gertek. Tintilayımız yani bu kışlakta asıram komaydı yakında. Vallahi çözüp oturmazsam bu portlatamız. Şimdi gertekten otlarımız. Şimdi gertek tutamiz. Vallahi ben hayat kışlak portladım. Bu juda ham ko'p vaqt oldi. Shuning uchun uni qilib o'tirman. What the fuck? Vallahi qaranglar, qishloqni portlatdim va uni asram qolmadi. Atom bomba tushganday bo'ldi. Vallahi kechirasizlar, shortslar ko'p chiqaryapman chunki mening sim kartam ishlamay qoldi ayrim sabablarga ko'ra, lekin ko'p videolar chiqadi. Uzoq videolar chiqadi. Fakat hozir emas. Bo'pti, xayr.